Dasturimiz davom etadi. Bugungi kunda yurtimizda ko'plab bir-biridan muhtasham, nufuzli nodavlat oliygohlar faoliyat olib bormoqda. Ana shulardan biri o'z bilim darajasini va karyerasini yuqori bosqichga ko'tarishga intilayotgan yoshlar uchun mo'ljallangan Qashqadaryo va Samarqand viloyatlaridagi iqtisodiyot va pedagogika nodavlat oliy ta'lim muassasasidir. Universitet talabalar uchun barcha sharoitlar yaratilganligi, xorijiy davlatlar universitetlari bilan yaxshi hamkorlik yo'lga qo'yilgani bilan tanilgan. Eng muhimi, ushbu ilm dargohida professional pedagoglar yordamida sifatli ta'lim olish kafolatlangan. Bu yerdan o'z kelajagidan xotirjam, bilim va kasbiy mahoratiga ishongan, sog'lom raqobatga tayyor haqiqiy kadrlar yetishib chiqmoqda. Ushbu universitetda bitiruvchilar uchun mehnat yarmarkasi tashkil etildi. Shavkat Aminov mavzuni davom ettiradi. Bugungi globallashuv va innovatsiyalar davrida har bir davlatning kelajagi avvalo uning bilimli, iqtidorli va fidoyi yoshlariga bog'liq. Qashqadaryo va Samarqand viloyatlaridagi iqtisodiyot va pedagogika nodavlat oliy ta'lim muassasasi faoliyati buning amaldagi ifodasidir. Bevosita o'sha xalqaro toifadagi professor o'qituvchilar bilan onlayn, offlayn ma'ruza mashg'ulotlari tashkil qilinyapti. Ayni paytda universitet respublikamizdagi nufuzli ta'lim muassasalaridan biri hisoblanib, universitetda 3 ta fakultet, 13 ta kafedra faoliyat olib bormoqda. 500 nafarga yaqin professor va tajribali mutaxassislar talabalarga tahsil berib kelmoqda. Oliygohda 2025-2026 o'quv yilida 8 ta ilmiy innovatsion ishlanmalar va loyihalar amalga oshirilib, dunyoning 35 tadan ortiq nufuzli oliy ta'lim muassasalari bilan ilmiy hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Biz iqtidorli talabalar uchun rektor stipendiyalari, ta'sischilar stipendiyalari hamda nomdor stipendiyalari borligini faxr bilan bugun aytishimiz mumkin. Eng muhimi, universitetda talaba yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning iqtidorlarini namoyish qilishlari uchun barcha shart-sharoitlar, iqtidorli talabalarni xorijda malaka oshirishlari uchun imkoniyatlar yaratilgan. Kuni kecha universitetda tashkil etilgan mehnat yarmarkasi bularning amaldagi ifodasi sifatida namoyon bo'ldi. Ushbu yarmarkada 200 dan ortiq ish beruvchilar qatnashmoqdalar va o'quvchilarga berilayotgan ta'lim sifati bilan tanishmoqdalar. Yarmarkada fakultetlar misolida ilmiy tadqiqotlar, bitiruvchilar salohiyati va universitet imkoniyatlari to'liq namoyish etilib, ish beruvchilar uchun muloqot maydoni yaratildi. Shuningdek, tadbir davomida o'qish jarayonida faollik ko'rsatgan bir guruh talabalar tashakkurnoma va pul mukofotlari bilan taqdirlandi.